Xo'p, assalomu alaykum ladies and gentlemen. Demak, bugungi darsimizni boshladik. Bilganingizdek, o'tgan darsimizda biz ingliz tili grammatikasini noldan boshlagandik. Endi aytib o'tganimdek, ko'p takliflarga binoan kanalimizda ingliz tilini yangi boshlaganlar ko'pligi sababli ular uchun ingliz tilidan birinchi bosqich, birinchi qadamdan boshlab o'rganishni oldimizga ustuvor vazifa sifatida qo'ydik desak ham adashmaymiz. Qisqa qilib aytganda, biz birinchi mavzu sifatida alfabet mavzusini o'tamiz. Xo'p, demak, qaranglar. Sizlar bilan oldindan kelishib olaylik. Men sizlarga manfaatli bo'lish uchun juda ham chiroyli darslar tayyorlaganman, inshaalloh. Sizlar ham buni ko'rib guvohi bo'lasizlar. Sizlardan qiladigan birgina iltimosim qo'llab-quvvatlash va mavzuni mukammal o'rganish uchun berilgan topshiriqlarni vaqtida bajarib, kommentga tashlashingiz mumkin. Xo'p, demak, let's go guys. Birinchi mavzuyimizni boshladik. Xo'p, demak, men hozir sizlarga mana shu alfabetni butunligicha o'qib, talaffuz qilib beraman. Sizlar ham qo'lingizdan kelgancha orqamdan qaytaringlar. Bu juda foydali bo'ladi. Keyin esa step by step birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, kelishgan bo'lsak, let's go guys. Demak, o'zbek tilidagi A harfi ingliz tilida A deb talaffuz qilinadi. Demak, ketdik. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Guys, shunga e'tibor berib ketamiz. Meni ba'zi bir o'quvchilarim hatto xato qilishadi, ya'ni ko'p eshitganman, R deyishadi yoki R deb qo'yishadi. Bu na R va na R. Buni talaffuz qilayotganda tilimiz bilan tanglayimizni birlashtiramiz, ya'ni R. Tilimizni tanglayimizga tekkizamiz. R. Like, hop, keyingisi S, T, U, V, W. Ya'ni bu ikkita V ni birlashgani. Ko'rib turganlaringdek, ikkita V yonma-yon kelgan. W, X, Y, Z yoki Z bo'lib kelishi ham mumkin. Xo'p, endi sizlar bilishinglar kerak bo'lgan yana bir narsa. Xo'p, buni yozib tushuntirganim menimcha yaxshiroq. Demak, qaraymiz. Ingliz tilida 26 ta letter, ya'ni nima degan bilasizlar, harf mavjud. Xo'p, demak, 26 ta harfimiz mavjud ekan. Endi bu 26 ta harfdan nechtasi unli va nechtasi undoshligini biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, qaranglar. Undosh ingliz tilida consonant. Consonant.
holatida keladi. Ingliz tilida demak undosh konsonant degani ekan. Hozir ingliz tilida undosh harflar 21 ta jami. Endi unli harflar. Unli harf ingliz tilida vowel degani va bu jami 6 ta. Xo'p, endi shu joyda sizlar o'ylashinglar mumkinki, voy teacher, matematikangiz yaxshi emasmi? Jami 26 ta harf dedingiz-da, endi undosh 21 ta, unlini 6 ta deyapsiz, qo'shib yuborsangiz 27 ta bo'ladi-yu degan sizlarga fikr kelishi mumkin. Yeah guys, qaranglar. Bizda ingliz tilida bitta harf borki, u harf ham undosh, ham unli holatda kelishi mumkin. Biz sizlar bilan hozir buni ko'rib chiqamiz. Demak, oldin unlilar bilib olsak, demak ingliz tilidagi unlilar I, hop, A, hop, E, I, U va O harflari. Endi bizdagi bitta ham unli ham undosh ko'radigan harf bu Y harfi. Hop, shuni boshqa rangga olib qo'yamiz. Guys, nima deysizlar? Misol uchun ko'kartirib qo'yamiz. Mana. Demak, bizdagi mana shu Y harfi ham unli ham undosh ko'rar ekan. Endi bu qachon unli va qachon undosh bo'lib kelishini ham ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hop, Y harfi, qaranglar. Agar hop, so'zimizning boshida ushbu harf kelsa, Y emas, Y. Ya'ni agar so'zimizning boshida ushbu harf kelsa, Y deb nima qilar ekanmiz? Talaffuz qilamiz. For example, sifatida berib ketaman. Qaranglar, so'zimiz boshida kelyapti. Yellow, sariq degani. Ana, e'tibor beramiz. So'zimizni boshida kelyapti. Ko'ryapmiz. So'zimizni boshida kelyapti va bu Y deb talaffuz qilinyapti. Yellow. Yoki da misol uchun yana qanaqa so'zlarimiz bor? Yes. Biz eng ko'p ishlatamiz ha deyish uchun yes. Bu ham so'zimizni boshida kelyapti. Mana va Y deb talaffuz qilinyapti. Xo'p, endi qachon bu unli bo'lib keladi? Y. Hop, mana to'g'rilab qo'ydik. Agar so'zimizning boshida ushbu harf kelsa, Y deb talaffuz qilamiz. Hop, va bu undosh harf sanaladi. Hop, endi bu for example, endi keyingisi. Agar ushbu harf so'zimizni boshida emas, e'tibor beramiz, boshida emas, oxirida yoki o'rtasida kelsa va I yoki ay deb talaffuz qilinsa, bu unli harf bo'ladi, hisoblanadi. Xo'p, demak qaranglar, agar ushbu harf so'zimizning boshida emas, e'tibor beramiz, boshida emas, oxirida yoki o'rtasida kelsa, ay yoki ay deb talaffuz qilinsa, bu unli harf bo'ladi. I yoki ay deb talaffuz qilinsa. Misol uchun misol ko'ramiz, baby degan so'zimiz oladigan bo'lsak, bu mana biz o'rganayotgan Y harfi so'zi oxirida kelyapti va bu I talaffuz qilinyapti. Baby chaqaloq degani. Yoki yana qanaqa so'z bor? Mening degani. Endi bunda yana so'zimiz oxirida kelyapti va Y talaffuz qilinmayapti, I talaffuz qilinyapti. My yoki qanaqa? Lady degan so'z bor, xonim degani. Lady.
Xo'p, bunda ham so'z oxirida y kelyapti va bu i deb talaffuz qilinyapti. Lady. Like bunga tushundinglar. Demak, so'zimizni boshida kelsa va y talaffuz qilinsa, bu so'z undosh harf sanaladi. For example, yellow or yes. And agar ushbu harf so'zimizni boshida emas, oxirida yoki o'rtasida keladigan bo'lsa, va i yoki I deb talaffuz qilinsa, bu unli harf bo'ladi. For example, baby, my lady. Like Hop, buni tushungan bo'lsak, endi biz sizlar bilan har bitta letterni nima deydi, alohida ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi A harfi apple, ya'ni olma degani. Demak, A deb talaffuz qilindi va apple ko'ramiz. B butter. C cappuccino. Qaranglar, mana shu C so'zimizda ham k ham s bo'lib kelishi mumkin. Buni men dars davomida sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, demak mana qaranglar. Aslida bu C, lekin bayda cappuccino bo'lib k bo'lib talaffuz qilinyapti. Ko'ryapmiz. Buni birozdan so'ng tushuntirib beraman. D dog kuchukcha. E elephant. F flower gul degani. Keyingisi G globus, ya'ni globus. H horse. Keyingisi I there. Jacket, ya'ni jaket. Next one, key. Endi nimaga bu key emas key bo'lyapti desak, bilamiz, mana ingliz tilida tepada o'rgandik. Ingliz tilida harfi i deb talaffuz qilinadi. Key. L laptop. M moon. N notebook. O orange. P phone. Xo'p, shu joyda aytib o'tishim kerakki, qaranglar. Eslab qo'yinglar, PH ya'ni P bilan H harfi birga kelayotganda, bu ikkitasi bitta bo'lib ketadi va F tarzida talaffuz qilinadi. P bilan H kelayotgan paytdagina xolos. Phone, mobile phone. Like misol uchun hammaga ma'lum iPhone. Ya'ni yozilishi iphone yoziladi. Hech kim uni iphoneing bormi demaydi-ku, to'g'rimi? O'shanda ham P bilan H harfi F bo'lib ketadi. Tushundik-a? Like misol uchun-da. Keyingisi Q. Hop, bu navbat degani. Hop, keyingisi R rabbit. T time. U Uzbekistan. E'tibor beramiz. Uzbekistan emas, Uzbekistan. Video. W water. X-ray, ya'ni bu rentgen degani. Keyingisi Y. Rasmimiz ko'rinmay qolibdi. Bu yogurt. Ya'ni e'tibor beramiz. Mana shu yerda sizlarga savol berib o'tib ketaman. Komment yozib qoldiringlar. Yogurt degan so'zda y unli harf bo'lib kelyaptimi yoki-da undosh? Keyingisi Z. Zebra.
Okay guys, demak sizlar bilan 26 ta harfni ko'rib o'tdik. Hop, endi sizlarga mana shuni eng muhim qoidasi, ya'ni spelling rules o'rgatib o'tmoqchiman. Pashti ko'p kitoblarda, darsliklarda bu berilmaydi. Men sizlarga buni bonus sifatida o'rgatib o'taman. Va eng ko'p odam xato qiladigan va qiynaladigan nozik nuqta desak ham adashmaymiz albatta. Demak, qaranglar. Spelling rules. C. Can say. Qaranglar, mana shu C harfi bizni so'zimizni orasida ham K, ham S tarzida talaffuz qilinishi mumkin. E'tibor beringlar. Hop, qachon buni biz S deb talaffuz qilamiz? Qachonki, mana ko'ryapmiz, e'tibor beringlar, ham yodlab olinglar. I, I, Y. I, I, Y harflaridan oldin keladigan bo'lsa, mana bu C harfi bu S deb talaffuz qilinadi. Mana I, Y. Ko'rib chiqamiz. C kelyapti, undan keyin nima kelyapti? I. Sand, sand va S talaffuz qilinyapti. City, city, mana I kelyapti. City. Cycle, cycle, Y harfi kelyapti. Ko'ryapmiz, guys. Agar mana shu I, Y harflaridan boshqa harflar bilan keladigan bo'lsa, bu oddiy K talaffuz qilinaveradi. Ya'ni cat, clip, like that. Misol uchun buni set deyolmaymiz-ku. Bu harflar ichida A harfi yo'qligi uchun biz buni cat, clip deyamiz. Demak, mana shu harflar bilan birga kelsa, mana C harfi S deb talaffuz qilinar ekan. Agar boshqa harflar bilan keladigan bo'lsa, K holida talaffuz qilaverar ekanmiz. Keyingi harfimiz J, ya'ni sorry guys, G. Ya'ni bu ham G ham J holatda kelishi mumkin. Talaffuz qilinishi mumkin. Qaranglar, J holatida qachon keladi? Agar tepada ko'rib o'tganimizdek, mana shu G harfidan keyin I, Y harflari keladigan bo'lsa, bunda biz J talaffuz qilamiz. Misol uchun jam, giant, gym, like tushundinglar? Yana boshqa bu Y yoki I dan boshqa harf bilan keladigan bo'lsa, oddiygina G talaffuz qilinamiz. Garden, glad, garden bog', glad mamnun bo'lmoq degani. Keyingi qoidamiz Q. Q is always followed by AU, queen. Ko'rib turibmiz, qaranglar. Ya'ni demoqchiki, mana bu Q harfi har doim A yoki U harfiga bog'langan holatda keladi. Queen, hali ko'rdik Q, ya'ni navbat degan so'zni ko'rdik. Q bular ham U yoki A harfiga bog'lanib kelyapti. Demak, eslab qolamiz. Q doim mana shu ikkita harfga bog'lanib keladi. Xo'p, keyingi eng muhim narsalardan biri double the consonant F, L and S. Xo'p, demak qaranglar. O'zbek tilida ham bir bo'g'inli, ikki bo'g'inli degan so'zlarimiz bor. Ingliz tilida bo'g'in syllable degani. Xo'p, agar so'zimiz bir bo'g'inli bo'ladigan bo'lsa, ularni oxirida agar F, L yoki S harf keladigan bo'lsa, ular ikkilanadi. Ya'ni ikkita bo'lib yoziladi mana. Steve, spell degan so'zlarimiz ikki bo'g'inli emas, bir bo'g'inli. Tushunyapmiz? Spell deb bo'g'inga bo'la olmaymiz. Polni bu spell va buni oxiri L bilan tugatganligi sababli bu yana bittaga ortyapti. Yoki mana pass, bu ham bir bo'g'in, bu ham mana bu 3 ta harfda ichidagilardan borligi uchun bu ham yana bitta harfga ortyapti. Demak, eslab qolinglar. So'zimiz bir bo'g'in bo'ladigan va oxirgi harfi F, L, S harf bilan tugaydigan bo'lsa, ushbu harflar so'z oxirida ikkilanadi, ya'ni yana bittaga ko'payadi. Shu holatda ikkita bo'lib keladi. Tushundingmi? Steve degan so'z bitta F bilan kelmaydi, ya'ni ikkita F bilan keladi doim. Tushundinglar degan umiddaman. Xo'p, keyingisi. To spell the sound of K at the end of the word, we use a CK or K. Demak, qaranglar. Xo'p, bizni ba'zi bir so'zlarimizda oxirida CK bo'lib kelishi mumkin. Misol uchun sick degan so'z bor, mana ko'ramiz. Kasal degani kasal. Xo'p, sick degan so'z kelyapti. Buni oxirida ham C, ham K harf kelyapti. Bu mana shu C bilan K ni biz bitta qilib K deb talaffuz qilamiz. Sick. Sisk emas, sick. Sisk emas, sick. Eslab qolinglar. Shuning uchun 2 martadan qaytarib berdim. Xo'p, agar C dan boshqa harf keladigan bo'lsa, oddiy talaffuz qilaveramiz. Milk.
Yana bitta eslatib qo'yishim kerak bo'lgan narsa bu where the silent e at the end of the word. Ya'ni agar so'zimiz oxiri qachonki e harf bilan tugaydigan bo'lsa, biz uni ko'p holatda talaffuz qilmaymiz. Misol uchun have, take degan so'zlarimizda misol uchun buni have yoki take deya olmaymiz. Have, take e talaffuz qilinmaydi agar so'z oxirida keladigan bo'lsa. Xo'p, yana oxirgi eslatib qo'yishim kerak bo'lgan narsa bu capitalize the names of places. Misol uchun doim joy nomlari katta bilan yoziladi. Namangan, Buxoro, boshqa mamlakat nomlari ham hattoki bosh harflar bilan yoziladi, guys. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Sizlarga bunga doir mashqlar tashlab qo'yaman va ularni ishlaysizlar va mustahkamlaysizlar. Bugungi darsimiz hamma uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman inshaalloh. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha see you. Bye. Biz bilan birga bo'ling. SBS Education.